katta oilalar uchun yoki sayohatni xush ko'ruvchilar uchun yoki bo'lmasa off-roadchilar uchun navbatdagi Trailblazer avtomobili 2020-yilda ishlab chiqarilgan, salondan bir qo'l haydalgan, rangi cho'qorang, bosib o'tgan masofasi probegi 33 ming kilometr. Avtomobil holati juda ham a'lo darajada urilgan, bo'yalgan joylari umuman yo'q, texnik holatlari ham a'lo darajada, qilinadigan ishlari, rasxodlari umuman yo'q. Olib haydashga tayyor. Balonlar holati ko'rib turganinglardek yaxshi holatda, hali ancha yursa bo'ladi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, ideal holatdagi salon, matviy holatda turibdi, qirilib ketmagan. Yaxshi chexol nakidkalar taqib qo'yilgan, sidinasi ham cho'kib qolmagan. Rul holati ideal holatda turibdi. Аккуратный, приятный salon. Bularda lyuk bo'lmaydi, bilasizlar, 3 ta qator, 7 ta o'rindiq. Kuzovi absolyutno top-toza, kraska tegmagan, urilmagan, bemalol xohlagan ustalarga borib tekshirtirib olishingiz mumkin. Probegi, texnik holatda, kraskasi, xonasini bemalol tekshirtirib olishingiz mumkin. Xudo xolasa uyalib qolmaymiz. Bitta kichkina aybi, oldi bamperida kichkina qirilgan joyi bor, xohlasangiz septirib olishingiz mumkin. Bitni qilib xohlasangiz shunday yursanglar ham bo'ladi. Eslatib o'taman, 2020-yilda ishlab chiqarilgan, bir qo'l salondan haydalgan, bosib o'tgan masofasi 33 ming kilometr, rangi choko. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $25.500. Telefon raqamlarini video opisiyaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.